Uchta bolasi bor onalar bir kunni qanday o'tkazishadi? Bugun ertalabdan Chinni bozoriga borib, Muslimni bog'chasiga idish oldik. Mushtariy bolaning lageriga esa kerakli narsalar olib, uyga qaytdik. Aytmoqchi, birinchi marta raspakovka qilishni boshladik. Malak bo'lsa bir ahvolda, erim esa bizsiz yana jo'jachalar olib kelibdi. Bolalar maza qilib o'ynashdi. Ovqat boshlayman deb kamerani yoqsam, Malak kameraga tushishga shayda. Bugun o'sha trendga chiqqan besh barmog'imizni tayyorlaymiz. Aytmoqchi, bugun tovuq go'shti solib qilamiz albatta. Sizlar ham har kuni nima ovqat qilsam ekan deysizlarmi? Men bitta narsa qilaman. Ertalab nima pishirishni kechqurun hal qilib qo'yaman. Ishoning, ertalab nima ovqat qilaman deb kuni bo'yi o'ylab yurmaysiz. Unga vaqt ham ketmaydi. Bu orada ovqatimiz ham pishdi. Ovqatlarni bo'lib, kompyuterga o'tirdim. RoboForex'dagi ishlaydigan robotim bir ko'zdan kechirib, kunimni yakunladim.